Lifehackda jinnisini ko'rsataman hozir sizga. Muzlab qolgan oynani qanday eritish to'g'risida video qilganimda juda ko'pchilik artganda ham ketadi deyshibdi. Xo'p, bu akalar muzlab qolgan oyna bo'ladi. Buni qaranglar. Yaxshilab artsanglar ham yoki dvorni ishlatganda ham ketadi deyshibdi. Sizlar bilan hozir dvorni ham ishlatib beraman. Qaranglar. Oldin yopishib olmaganligini ko'rib beydi. Yaxshi. Xo'p, dvornilarni ham ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa effekti yo'q. Buni oddiy suv bilan mana suvni harorati akalar o'zingizlarning tana haroratlaringizda qanday bo'ladi? 40 gradusda atrofida bo'ladi. Issiq qilib olsanglar, lavoyda yorishi ham mumkin. Sizlar buni iliq holatda qilasizlar. 36 gradus, 30 gradusdan balandroq bo'lsa bo'ldi. 0 gradusda muzlagan muzni shunday akalar, mana qaranglar, effektini bitta ko'ringlar. Oddiy churasizlar, qaranglar. Nima deyapti? Eritib beradi. Hop, bu ichkaridagi par, tashqarisidagi ana sizlarga video qilaman. Hop. Oddiy suvni ustidan quyadigan bo'lsanglar, agar qaynoq bo'lsa, lavoyda yorib yuborishi ham mumkin. Bu suvni sinasanglar akalar, motor taraflaridan suv bo'lmaydi, qayta muzlamaydi ham. Xuddi shu yo'sinda bitta eritib olasizlar. Qo'llarga bitta marli olsanglar. Hop, eritgan muzlaringni bitta artib olasizlar. Endi ham sinab ko'rmaysizmi? Bitta sinab ko'ring. Like bosib ketish esdan chiqmasa. Ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib ketsangiz, bundan ham qiziq ma'lumotlar bo'lsa berib boramiz. Hammaga rahmat. Yaqinlarga tezda jo'natib berasizlar. Mana shunaqa lavoyi muzlab yubib oladigan tanishinglar bo'lsa, foydali bo'lib qoladi, manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.